o'limiga baxtsiz hodisa sabab bo'lgan ko'rinadi. Nimaga asoslanib bunday deyapsiz? Marhum spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan. Yarim tunda zinaga yiqilib tushgan bo'lishi mumkin. Baribir shubhali. Hoynahoy marhumni o'g'li bo'lsangiz kerak. Ha, Aytingchi, kechasi biror shovqin eshitmadingizmi? hech kimning ovozini eshitmadim. Dadam yolg'iz ichishga odatlangan. Ichkilikka berilgani uchun oshna og'ayniz ham yo'q. Tushunarli. Nega ko'ylagingiz qon? Mana bu yerda yotganlarini ko'rib yordam berishga shoshildim. Boshini ko'targanimda qon tegdi shekilli. Demak, siz otangizni o'lik holda topgansiz. Ha, yuragi urmayotgandi. Sizningcha bu baxtsiz hodisami? Otangizni hech kim o'ldirmagan. Ha, yiqilib tushganlari aniq. Oyoqda turolmaydigan darajada ichardilar. Tushunarli. Xo'sh, baxtsiz hodisa sifatida rasmiylashtiraveraylikmi? Yo'q. Aslo. Hammasi kundek ravshan-ku. Avval bir necha savollarga javob topishimiz kerak. Masalan, Birinchidan, nega rafiqasini ko'zi ko'kargan? Ikkinchidan, o'g'li jasadni aynan soat nechida ko'rib qolgan? Marhumning tanasi sovib bo'lgandami yoki o'lgan zahoti? Eng asosiysi, jasadning bo'yin qismida nega bo'g'ish alomatlari bor? qanday topshiriq berasiz? Marhumning oila a'zolari, tanish bilishlari, qarindosh urug', mahalla ko'y barchasi bilan surishtiruv olib boring. Shubhali ko'ringanlarni tergovga jalb qiling. Bu yerda bir gap borligi aniq. Men mahkamada bo'laman. Xo'p bo'ladi. Qachon siz ham odamlarga o'xshab uyim, joyim, ro'zg'orim deysiz-a? Qachon?
kuyib ketdim-ku dastingizdan. O'lar bo'lsam o'lib bo'ldim. Hey, o'chiray ovozingni. Tinch qo'yasanmi yo'qmi? Qachon shu o'lgurni tashiysiz? Shu o'lgurni dastidan uyimizda baraka yo'q. Sani chakaging tinmagani uchun baraka qochgan. Agar bilsangiz, mana shu chakagim boqayapsiz. Kunim bilan bozorda savdo qilib odam chaqirishni o'zi bo'ladimi? Obbo, sen pul topmagan ekanda. Qachon siz ham odamlarga o'xshab tayinli ish topasiz? Biz ham odamlarga o'xshab uy-joy qilaylik, to'y qilaylik. Orzu havas bormi o'zi sizda? Sizga tegib men nima ko'rdim? Menda bitta orzuyim bor. Sen o'lsang-ku, boshqasiga uylansan. Nima? Birovga o'lim tilaguncha o'zingga umr tila. Erkak bo'lmay o'l, latta. Nima deding? Latta dedim, latta. Latta. Voydon. Voydon, yordam beringlar. Voydon, yordam beringlar. Oilangiz mahallaning notinch oilalar ro'yxatida turar ekan. Shu rostmi? Demak, shu kabi janjallar tez takrorlangan. Ha, deyarli har kun ichib kelardilar. Shunday kunlarning birida undan qutulish istagi tug'ilmaganmi? Nima demoqchisiz? Aftidan eringizning o'limi sizni unchalik xavotirga solmayapti. Bu negadir shubhali. Ochig'ini aytsam, jonimdan to'ydirib yuborgan. Ham ro'zg'or tebrataman, ham kaltak yeyman. Demak, eringizni o'limidan sizga manfaat bo'lgan. Shundaymi? Nima? Bu gapingiz bilan eringizni qasddan o'ldirgansan demoqchimisiz? Yoki bexosdan o'ldirib qo'ydingizmi? To'g'risini aytaylik. Bir kam endi piyonist erdi deb qamalishib qoluvdi. Unda eringizni kim o'ldirgan? Biror kimdan gumoningiz bormi? Axir necha marta ayting, o'sha kuni erim g'irt mast bo'lib kelgan. Qorong'ida yiqilib tushgan. Keyin boshi betonga tekkan. Bu yerda hech kimning aybi yo'q. Unda aytingchi, turmush o'rtog'ingizni bo'yin qismidagi izlar qayerdan kelgan? Ertalab uydan chiqib ketayotganlarida o'sha iz yo'q edi. Balki qaytib kelganidan so'ng uyida orttirgandir. Siz bilan ichishga qo'rqib qoldi odam. Bu nima deganing? Tunov kuni Mirpo'lat bilan ichibsizlar. Ikki shapaloq urgan ekan, ustidan yozib beribsiz. Ikki shapaloq meni urib dabdalamni chiqarib tashladi-ku. Mirpo'latni bilaman. Og'ir, bosiq odam. Uncha-munchaga jahli chiqmaydi. Bir nima degandirsizki, urgan. Ochig'i nima haqida gaplashganim esimda yo'q. Ammo 2 hafta o'zimga kela olmay yotdim. Ko'p battar bo'ling. Sizgachi shu ham kam. Tag'in milisaga berganiga o'laymi? Nima? Davolanish pulini katta xo'lang to'laydimi? Doktorga shuncha pul ketmas.
Siz buni tirikchilik manbaiga aylantirib olgansiz. Avval birga ichasiz, so'ng g'ashiga tegasiz. Keyin kaltayniysiz-da, больницаga yotib olasiz. Pul undirasiz. O, ana joyiga urding. Endi sendan ma'naviy zarar undirsa bo'ladi. Chunki mana bu yerimni og'ritding. Odam podammas ekansiz. Sen bu gaplaringni qo'y. Yaxshi gaplardan gaplashaylik. Masalan, ayollar, beva ayollar. Kecha Sarvinozni ko'rdim. Rosa kelishgan juvon bo'libdi. Qaysi Sarvinoz? Ana Salim buxgalterning qizimi? Ajrashdimi? Ha, o'sha eri ham jan noshtagan. Shunday jononni qadrga yetmaydi-ya. Lekin siz Salimni yaxshi bilmaydigan ko'rinasiz. Shu gapni eshitsa, naq bo'g'ib o'ldiradi. Buqsin? Buqsa, cho'ntakka foyda? Odammas ekansiz-ku. Aniqlanishicha, marhum muntazam tamagirlik bilan shug'ullanib kelgan. Ko'pchilik bilan sudlashib yurgani tasdiqlandimi? Xuddi shunday. Dushmanlari anchagina bo'lgan. Ulardan biri uni o'ldirib, yashash manziliga tashlab ketgan bo'lishi mumkinmi? Xonadon atrofini, o'sha ko'chani tekshirdik. Kuzatuv kameralarida ham yo'q. Tasodifiy guvohlar aniqlanmadimi? Balkim biror kishi bu voqeani ko'rgandir. Surishtiryapmiz. Voqea joyida marhumga tegishli bo'lmagan barmoq izlari aniqlandimi? Tekshiryapmiz. Biror ma'lumot bo'lsa, xabar beraman. Qotillik sodir bo'lgan kun haqida ko'proq ma'lumot to'plash kerak. Tongda nechida turgan, qayerga borgan, kim bilan bo'lgan, har bir daqiqasini puxta o'rganish kerak. Xodimlar tunu kun ma'lumot yig'ishmoqda. Tumandagi barcha kuzatuv kameralari o'rganilmoqda. Tanishlari, do'stlari, qarindoshlaridan surishtiryapmiz. Tushunarli. Shuningdek, jasadning kafti orasida ayol kishining soch tolalari aniqlandi. Bu oilaviy mojaro oqibatlari bo'lishi mumkin. Solishtirib ko'rdik. Xo'sh, Turmush o'rtog'ining fragmentlari bilan bir xil. ma'lumotlar bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Turmush o'rtog'i o'sha kuni hech qanday janjal bo'lmadi. Uyga qachon kelganini ko'rmadik dedik. Balkim yolg'on guvohlik berdimikin? Ahro Ergashevni oila a'zolari o'ldirgani aniq. Sudga taqdim qilish uchun dalillarimiz yetarli emas. Siz izlanishda davom eting. Tushunarli. Nega? Soppa-sog' yigit bo'lsam, yaxshimi yomonmi qo'limda hunarim bo'lsa, nimam yoqmayapti ularga? Sizga e'tiroz yo'q. Dadangiz yoqmayapti ularga. Sen men bilan yashaysan-ku. Dadamning nima aloqasi bor? Erta-indin ichib yurganini ko'rib, odamlar ustimizdan kulib deyishyapti. Odamlar nima desa der. Men senga uylanaman.
Axir qanday qilib? Men uydagilar norozi qilib turmushga chiqishni istamayman. Baribir senga uylanaman. Bu safar ular bilan o'zim gaplashaman. To'ydan keyin alohida uyga ko'chib o'tamiz. Axir siz ota-onangizni yolg'iz o'g'lisiz-ku. Bo'lmaydi, Shodmon aka. Tergovda otangizga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lganingiz haqida ma'lumotlar bor. Kim aytdi buni sizga? Siz shu ma'lumotni tasdiqlaysiz. Bir-ikki marta baland ovozda gapirganini aytmasak, tortishmaganmiz. Unda mana bu videoni qanday izohlaysiz? Shodmon. Shodmon, qo'limni yesh dedim. Yechmayman. Onamni urgan qo'llaringizni bir bog'lab qo'yishga tayyorman. Erkak kishi uradi, so'kadi. Er xotinning o'rtasiga tushma bola. Shuncha payt yosh bola kuchi yetmaydi deb menga past nazarda qarab keldingiz. Bundan buyon bu hovlida men aytganim bo'ladi. Otaga hurmating shumi hali? Bilib qo'y. Ota rozi, Xudo rozi. Nima? Sizni shu qilmishlaringizdan Xudo rozi deb o'ylayapsizmi? Bilganimni qilaman. Hayot meniki. Yech qo'limni tirrancha. Otam bo'lmaganingizda sog' qo'ymasdim. Ki? O'ldir. Os! Videodan ko'rinib turibdiki, otangizni o'ldirishga bir necha bor shama qilgansiz. Nima? Men o'z otasini o'ldiradigan odamga o'xshaymanmi? Menga qarang yigitcha. Ko'rinishidan farishtaga o'xshaydigan qotillarni juda ko'pini ko'rganmiz. Agar otangizni o'ldirgan bo'lsangiz, tan oling. Shunda o'zingizga yaxshi bo'ladi. Yo'q. Dadamni men o'ldirmaganman. Jinim haqida bo'xton yog'dirib yuribsan. Nima debman? Qaysi eding? Sarvinoz eridan ajrashgandan keyin buzilib ketibdi. Tunov kuni bittasi bilan ko'rdim debsan. Hozir mana shu pulingni so'rab olaymi? O'zingni bos. Men unaqa demadim. Bittadan eshitgan bo'lsang ham boshqa gap. Hammaga gapirib yurgan ekansan. Qayerni kayfda, biror davrada oldimdan chiqib ketgandir-da. Bu oddiy gap emas, nomus masalasi. Sen alkash, or-nomus nimaligini bilarmiding? Og'zingga qarab gapir. Ichsam o'zimni pulimga ichaman. Bilamiz, kimni puliga ichishingni. Xotining davrida yashayapsan-da, erkak. Meni ishimga umuman aralashma, xo'pmi? Qanday bo'lar ekan biron g'ibat qilish? Bilib qo'y shuni, singlim tutday toza. Turmushi o'xshamagan har qanday ayol yomon degani emas. Shamol bo'lmasa, daraxtni chiqimillamaydi. Erkak bo'lsang, har qanday gapni o'zimga aytgin. Kim bilan qachon ko'rding singlimni? Bozor xotiningga o'xshatma. Xotinimga til tekma. Oho, o'rinlari ham bormi? Erkakliging esingga tushdimi, alkash? Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Ishoning, men uni o'ldirganim yo'q. Usti boshini yirtganingiz rostmi? Rost. Men buni tan olaman. Men uyimga qaytayotganimda o'tirak edi. Tushunarli. Hozir sizni ekspertizaga olib borishadi.
Ekspert bo'limdan biror yangilik bormi? Ha. Qotillik alomatlari bor. Uni tirnoqlari orasida unga tegishli bo'lmagan teri namunalari aniqlandi. Shu adangga ham insof kirib qolarmikan, ha o'g'lim? Ha, endi nima deysiz ona? Hayya, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. shu yerdamisan Jinurgul? Nima bo'ldi? Hamma yog'ingiz chang, ko'ylaklaringiz yirtilgan. Qurol bilan urishdingizmi? Ha, urishdim. Seni deb urishdim. Sen bozorda nimalar qilib yuribsan, suyuq oyoq? Yo tavba. Bu nima deganingiz? O'zim ham tong yorishmay chiqib ketishingdan biluvdim-a? Qadam boshing o'zgargan. Quruq tuhmat qilmang. Xudoga shukr, o'zimga to'g'riman. Nega unda sen haqingda har xil gap so'zlar yuribdi? Bozorda bitta yamdan topganing aniq. Og'zingizga qarab gapiring. Sani o'ynashing bor. Yo'qol uyimdan suyuq oyoq. Yo'qol uyimdan. Yo'qol suyuq oyoq. Dada nimalar qilyapsiz? Ha, sen ham haqqingni olasan. Esingiz joyidami? O'g'ilga ham shunaqa deydimi? Bu nima deganingiz dada? O'ylab gapiryapsizmi? Marhum Ahror Ergashev o'sha tunda soat nechida uyga kelgan edi? Aniq vaqtini bilmayman. Uyga qaytib kelgach, sizlar bilan gaplashdimi? Xonasiga kirib, kiyimlarini almashtirmadimi? Yo'q, uyga kirmagan. Turmush o'rtog'ingizni jasadini birinchi bo'lib kim ko'rdi? Ertalab soat 6larda men ko'rib, keyin o'g'limni chaqirdim. Jasadni ko'rganingizda uni tanasidagi qon qotib qolganmi? Ha, qotib qolgandi. Siz yolg'on gapirdingiz. O'sha kuni marhum uyga kelgach, kiyim boshini almashtirgan yoki siz almashtirib qo'ygansiz? Yo'q, o'sha kiyimda edi. Bilasizmi? Tergovda yetarlicha dalillar bor. Qolaversa, o'g'lingiz hammasini tan oldi. Nima? Otangiz Ahror Ergashev o'sha tunda soat nechida uyga keldi? Uxlayotgandim. Soat nechida kelganini bilmayman. Naham? Uyga kelganida u bilan gaplashdingizmi? Yo'q. Jasadni birinchi bo'lib kim ko'rdi? Tungi soat 3larda hovliga chiqsam, otam yerda yiqilib yotgan ekan. Borib qarasam, joni uzilgan. Jasadni ko'rganingizda tanadagi qon qotib qolganmidi? Ha, ancha avval joni uzilgan shekilli. Esingizda bo'lsa, uyingizda sizdan kiyimingiz nega qon deb so'ragan edi. Siz marhumni boshini ushlab ko'rganingizni aytgan edingiz. To'g'ri. Hali umid bor deb o'ylagandim-da. Ekspertiza natijasi va sizni ko'rsatmalaringiz bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Siz yolg'on ko'rsatma berdingiz. Onangiz barchasini tan oldi. Tan oldi? Qani? Endi hammasini ro'yiroq gapiringchi. O'sha kuni har doimgi janjal deb o'yladim. Otam va onam
baribir tortishaverdi. Ikki o't orasida qolgandim. Nima qilib bo'lsa ham otamni tinchlantirishga urindim. Ammo bunday bo'lishini istamagandim. Ikkilaning oyog'ing qimirlab qoldi. Izmash, seni ham xabaring bor. Vedod, iymon insofingiz bormi o'zi? Nimalar deyapsiz? Dada, aroqqa qo'shib, aqlingizni ham ichib qo'ysiz. Chiqib keting uydan. Qo'yib yuboring. Yo'qol, o'char, o'char. Boshi betonga urilgandan so'ng tinchib qoldi. Borib qaragandik, o'lib qolgan ekan. Boshida juda qo'rqib ketdim. Jinoyatni yashirmasligimiz kerak edi. Barchasini boshida aytganimda vijdonim bunchalik qiynalmagan bo'lardi. Qilgan ishimdan pushaymonman.